Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, chorva qo'yish qo'zlari va bizni kanalimizning muntazam kuzatib boradigan aka-ukalar. Hurmatli obunachilar, videomiz sizlar uchun bugun maxsus bo'ladi. Xudo xolsa 5 minut, 10 minut vaqtingizni ayamasdan videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. Xudo xolsa bugungi videomizga 10 dona o'sha yaxshisidan, zo'ridan qo'y qilib olaman degan obunachilarimizga. Şu birinchi bitidan tuqqan qo'ylarimizga akalar, o tug'magandi ham bor ichida. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Shu 10 dona qo'yimizda akalar bor ma'lumotini video davomida aytib o'tamiz. Xudo xolsa ketkizgan vaqtingizga achinmaysiz akalar. Videoni boshidan like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib tursalaring, xudo xolsa sizlar uchun chiroyli, manfaatli video qilib beramiz. Akalar, hop bugungi sanalarimizda ham aytib o'taman. Hop 2025-yil 8-noyabr haftaning akalar shanba kuni. Bugun kun hammalaring xayrli bo'lsin akalar. Hop bu yerda Qirg'izistondan kelgan 10 dona o'sha yaxshi nasldor so'g'loqlarimiz akalar. Hop. Qo'zisi bor akalar ichida. Aksariyat akalar 2 tish 4 tish. Kattasi 4 tish akalar. Hop. Soni 10 dona. Hop bo'ylar akalar degan bo'lsak akalar hozir metrimiz yo'q. Lekin metrga o'lchab ko'rganmiz. Past 80 chiqadi akalar, baland 85. Xudo xolsa hammasi Qirg'izistonda Bishkek qo'ylar, nasldor qo'ylar. Shuni olib yaxshi daromad qilib, bir uzoq vaqt 5-6 yil yaxshi bolasini olib yuraman degan akalarimiz ekran nomerdagi aloqa chiqarasiz obunachilar. Xo'p, yeb ichishi, sog'ligidan muammolari yo'q akalar. Xudo xolasa chiroyli keldi akalar. Charchoqlari chiqdi. Endi sekin pardozini berib akalar charchoqlarini chiqarib, shu chiroyli qilib obzor qilyapmiz. Sizlardan yana qaytarib aytaman, iltimos. Qo'y olmasangiz ham bitta like bosib qo'ying akalar. Xudo xolsa qo'y mashinaga qo'yda qidirib yurgan akalarimizga video tarqalish uchun, keng tarqalish uchun ular ham ko'rsin akalar, shunaqa yaxshi qo'ylardan olib qolsin. Xudo xolsa uzoq vaqtlar yurishadi. Xo'p, obunachilar, xudo xolsa narxi ham chiroyli bo'ladi akalar. Bir qator bo'ladi ham. Endi hammasini emas, hammasini kishini ko'rsatsak vaqt o'tib ketadi. Bitta bu yog'idan akalar, bitta oxirisidan. Kishini ko'rsatib o'tamiz akalar. Xudo xolsa yaxshi ishlar ham. Obunachilar mana tishlari. Hop, bu qo'zdan endi dekishga chiqdi. Janor ozgina qaysarlik qilyapti. Mana o'rtadan ham ko'rinadi. Mana bu 4 tish. Hammasi. Akalar, bunisi qo'zdan endi dekishga chiqarayotgan ko'ryapsizlar, tish to'kkan akalar. Xudo xolsa hali tish buzmagan. Tishini endi to'kib ekishga harakat qilyapti. Hop akalar, bularnikidan, bular 4 tish akalar. Qolganlari ham shunaqa 2 tish, 4 tish qo'ylar. Akalar, hammasini qulog'ida emblemalari turibdi. Qirg'izistondan o'sha realni o'zi dokumentlaridan chiroyli o'tgan akalar. Hammasi o'sha nasldor qo'ylar. Qari quri qo'ymas. O 4 ta 5 ta tuqqan qo'ymas akalar. Xudo xolsa oldi bitidan tuqqan akalar. O 2 tish qo'zlari hali tug'magan. Buni olib borasiz akalar. Xudo xolsa bularni bizga qochgan deb berdi. Oldi toshlarini ham ko'rasizlar akalar. Kelishgan narsalar, iligi baquvvat. Shu qo'y qilib uzoq vaqt hidida yuraman degan akalarimiz akalar. Xolasa mana. Ular bir qari jundi ichida emas obunachilar. O'zi juni to'kiladigan variantidan chiroyli yaxshi qo'yib bergan janovarlar. Rosa o'sishga keldi qo'ylar. O'sishga keldi obunachilar. Mana bu taraflaridan yana bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'p, bo'ylarni ham aytib o'tdim akalar. Oldi 85, hop, ketdi akalar, oxirlari 80 pili. 80 ga o'rasizlar akalar. Xudo xolsa hammasini bittaga obunachilarimizga narxini ham yengil qilib beramiz. Hop, narx akalar degan bo'lsak akalar, hop, bularni hozir 5,5 million, 6 million qo'ysa ham bo'ladi akalar. Maqsad sotish. Bizdan ogodim ham chiroyli daromad qilsin akalar. Chiroyli baraka topib, qo'ydi olib borgandan keyin rahmatni aytsin. Bunaqa akalar 6 million 5,5 narxi yo'q akalar. O optimga 10 tasiga pul sanayman degan akalarimizga 5 million 300 ming so'mdan akalar chiroyli qilib sunnatiga yengil xayrini o'tib beramiz. Endi aytganingiz bu qilmasinligi uchun akalar. 5 million 300 ming so'mdan akalar qo'ydi mayda. 80 deyap turadim ama o'z 5,5 sotilib turgan narsalar akalar. Optimga olsangiz 5 million 300 ming so'mdan chiroyli qilib Toshkentgacha dostavkasini besplatniy qilib yetkazib beramiz. Vodiylarga bo'lsa akalar sunnatiga qidimiga ozginadan yo'l qo'yib beramiz. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar akalar. Xo'p akalar, shu 5 minut 10 minut 5 minutdan bo'lmabdi hali. Shu akalar ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolsa qo'ldan kelgancha shunaqa qo'y qidirib izlab yurgan akalarimizga chiroyli qilib podlista qilib jo'natib qo'yaverasizlar akalar. Qo'ylarimizda ham xudo xolsa
yaxshi nasldor qo'y bo'ladi. Bu qo'ylarni qaranglar. Birortasi unaqa bachkana qo'y yo'q ichida. Hammasi o'z saralanib olingan akalar. Terilgan narsalar. Shu bir qo'ra bola yuraveradi akalar. 4 ta 5 ta bolasini chiroyli qilib olib akalar daromad hisob bo'laveradi. O'zi bittadan tuqqanda bularning narxi chiqib ketadi. Jonivorlar. Xo'p, akalar, like-ni bosib, shu paytgacha bosmagan bo'lsangiz ham kanalda yangi kuzatayotgan turganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sa shunaqa yaxshi qo'ylardan sizlarga chiqarib berib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Hammaga shunaqa qo'ylardan 2 barobardan ko'p boqish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'ying.